Asanagi, men bilan birga uchrashib yurishga nima deysan? Kechirasan. Yoki uchrashib yuradigan yigiting bormi? Ha, yo'q, hech kim bilan uchrashmayapman. Yoqtirganing bormi? Yo'qtirganimam yo'q. Hozir bunaqa narsalarga umuman qiziqmayapman. Ha, demak, u baribir rad etildi. Asanagini rozi qilishi ilojisi yo'q o'xshaydi. Ha, hech bo'lmaganda o'sha senpai uchun ilojsiz. U kelishgan bo'lishi mumkin, lekin agar qizlarning orqasidan shunaqa yuguraversa, rad javobini olishi aniq-da. Ay, kechirasan, bu o'zimizning oramizdagi gap edi. U yigit oldin meni ham uchrashuvga chaqirgan. Ha, bu rostdan ham unchalik to'g'ri ish emas. Aytgancha, sen ham boshqalarning gapini poylab o'tirar ekansan-da, Amami. Ha. Chunki Umi meni eng yaqin dugonamda. Unda suhbatimiz shu yerda tugadi-ya. Men ketdim. Shoshma. Uchrashishni hozircha unutib turaylik. Do'st bo'lishga nima deysan? Bunga oldingidan ham kattaroq yo'q deyman. Gaplari tugaganga o'xshaydi. Seni bu ishlarga aralashtirib qo'yganim uchun uzr, Mayxarakon. Yo'q, ketishimiz kerak. Uzr, hozir boraman. Ha, aytgancha Mayxarakon. Telefoningni bir soniyaga berib tura olasanmi? Mayli. Amami. Mana. Bu meni raqamim. Gudoq tashlab qo'ysang, menam raqamingni saqlab olaman. Shoshma. Bugungi ish oramizda qolsin, kelishdingmi? Sirlar ko'payib ketyapti.分かち合える秘密をきれいに思うのは僕だけじゃないよね。不器用でもただまっすぐにできるだけ素直でいるから、僕にもよく分かってないこの想いを一緒に見つけてよ。今日は一人で過ごしていたいとか春が苦手でも本当は誰かといるのは嫌いじゃない。そばに入れることに万々歳、一人になった時は反省会、つまずくこともあるけど、笑ったり泣いたり思い出している。少しずつページをめくるように巻き戻すように思い巡っている。朝を待つ静かな海を泳ぐように何度も何度も君の元へ行ける。Ko'rib qopsan-de. Kechirasan. Shunchaki yaqin atrofda tushlik qilayotgandim. Jahling chiqmadimi? Yo'q, qaytanga senga xalaqit berib qo'yganim uchun o'zimni aybdordek his qilyapman. Aytgancha, Asanagi, sen rostdan ham shunchalik mashhurmisan? Shunaqa desa ham bo'ladi, lekin unchalik emas. Nima, hasad qilyapsanmi? Yo'q, umuman. Aslida bu bosh og'riq narsaga o'xshaydi. Nega endi? Shunaqa tuyuladi. Bu javob emas. Biroz taxmin qilsang ham mayli. Shunchaki sen nima deb o'ylayotganingni bilmoqchiman. Kulmaysanmi? Menga ishonaver. Qani aytchi? Ochig'ini aytsam, buni qanaqaligini hatto tasavvur ham qila olmayman. Mashhur bo'lish degani senga juda ko'p odamlar yaqinlashishini anglatadi, to'g'rimi? Senga yaqinroq bo'lish yoki boshqalardan farq qiladigan maxsus munosabatlarni o'rnatish uchun. Ha, gaping to'g'ri. Endi o'sha hamma odamlar orasida sen qiziqtirmaydigan yoki hatto yoqtirmaydiganlaring ham bo'lishi aniq. Bunaqa odamlar bilan gaplashishga to'g'ri kelishi juda ham katta dahmazaga o'xshaydi.
Ha, yolg'iz bo'lish biroz yomon. Lekin bu shunaqa asabbuzarlikdan ko'ra yaxshiroq bo'lsa kerak. Bu ham to'g'ri. Nima demoqchi bo'layotganingni tushundim-u. Hozir anchagina oshirib yuboribsan. Lekin sana shu jihating menga juda yoqadi. Albatta, do'st sifatida demoqchiman. Yana noto'g'ri tushunib yurmagin-a? Bilaman. Men ham seni yomon ko'raman deyotganim yo'q-ku. Faqat do'stimdek ko'raman. Sen ham buni noto'g'ri tushunib yurmagin-a? Shuni mensiz bir o'zi qila oladigan odam aytibotdimi? Hobbilarini faqat men bilan muhokama qila oladigan qiz aytibotdimi shuni? Urushmoqchimisan? Aytib qo'y, bugun tanaffus olmaysan. 10 raund yoki 100 raund o'ynashimiz mumkin. Har safar ezg'ilab tashlayman. Keyingi hafta har doimgidek hech qanday katta voqealarsiz o'tdi va ko'z ochib yumgungacha Asanagi bilan ko'chaga chiqishga kelishib olgan juma kunimiz yetib keldi. Umi, qaytvosanmi? Ha, oxirgi paytlar uyda ishlar ko'payib ketdi. Rostini aytsam, charchab ketdim. Lekin o'zing kulib turibdi-yu. Yo'q, senga shunday ko'rinyapti. Oxirgi paytlarda biza bilan ko'p vaqt o'tkazmayapsan. Uy ishlari devosan-u, mabodo yigit topamadingmi? Qo'ysang-chi. Umi hech ham bunaqa qilmaydi. Haliga bunaqa qilmaysan-a? Bas qilsang-chi. Dushmanni psixologik o'yinlariga uchma. Nina, buning uchun hali javob berasan. Iya, Umi juda qo'rqimchilik-ku. Qo'y, uchalanglar. Nimani gaplashyapsizlar buncha? Buni unutdi, mashg'ulotingga bor, og'ayni. To'g'rimi, amami? Juda erta kelib oldimmi? Ustimdagi shu kiyim bo'laversa kerak. Mayxara. Haddan tashqari hayajonlanib yuboryapsan. Yo'q, Mayxara. Yo'q. Bilasanmi, buni oldindan sezgandim. Boshdan oyoq qora kiyinib olibsan-u. Endi hamgin yigit roldan chiqib zulmat tomoniga o'tib olibsan-ku. Lekin bu salqin tutadi. Mayli. Buguncha kechirib turaman. Lekin kelasi safardan ranglar uyg'unligi haqida o'ylab ko'rgin. Bu kiyimda ko'zga juda ham tashlanvosan. Kelasi safar? Aytgancha, o'zing ham ancha erta kelibsan-a? Uchrashuv vaqtimizga hali bor edi-ku. Bumi, bilasanmi? Seni bilganim uchun bu yerga juda erta kelib meni kutib turasan deb o'yladim. Bu uchun rahmat. Demak, doim shu do'konga kelib turar ekansan-da. Bu yerda rangi juda yorqin sochli qizlarning rasmlari ko'p ekan. Shuning uchun ham seni bu yerga olib kelgim kelmagandi. O'zimni g'alati his qilayotganim yo'q. Aslida yangi joyni kashf qilish menga yoqyapti. Va boshqalar bilan aylanganimda bunday do'konlarga umuman kirmasdik. Gaping to'g'ri. Asanagi. Mayxara. Endi biz do'stmiz-ku, bunaqa rasmiy gapirishni bas qilsang-chi. Haligi unda Asanagi nega arazlayapsan? Chunki meni Umi deb chaqirmading-de. Unda sen meni Maki deb chaqirsang, men ham aytaman, mayli. Lekin hali bu darajada yaqin emasmiz-ku. Shu gapingni shundayligicha o'zingga qaytaraman. Tenti. Men bilan shunaqa gaplashmoqchimisan? Ana bu yerdagi kattalar bo'lmaga ham sen bilan kirishim mumkin. Yo'q, bu umuman mumkin emas. Yaqin orada biror yaxshi kino ko'rdingmi? Faqat streamingda bor farishta akulalar degani ancha yaxshi. Farishta qanotli genetik modifikatsiyalangan akulalar insoniyat jamiyatiga xavf tug'diradi. Lekin qiziq joyini eshit, farishta qanotlari shunchaki arzon kompyuter grafikasida qilingan. Nima balo bu? Albatta ko'rish kerak. Aytgancha, u trilogiya. Shuni o'ziyoq kulgili ko'rinyapti. Kelasi haftaga ham rejalarimiz paydo bo'ldi shekilli. Men qarshi emasman. Lekin rostdan ham har hafta men bilan reja qilishing to'g'rimi? Va boshqalarni aytibsanmi?
Juma kunidan boshqa kunlari ular bilan aylanaman, muammo yo'q. Juda o'ylovli yigitsan-de. Hoy, anu Asanagi emasmi? Ha, Senpayga rad javobini bergan o'sha birinchi kursmi? Ha, yuzi chiroyli-ku-ya, lekin to'g'risi unchalik chiroyli deb o'ylamayman. Qo'shilaman. Kechir, Mayxara. Men uchun biroz uyatga qolishga rozimisan? Mana azizim. Decha. Tashqaridaligimiz uchun nega uyalbossan? Uyda doim bir-birimizga shunaqa yediramiz-ku. Aslida bunaqa ish. Aha. O'rnimga o'zing yedirib qo'ymoqchimiding? Nimayam qilardim? Mana. Sen yedirib qo'ysang mazaliroq bo'larkan. Shunaqami? Buni eshitganimdan xursandman. Yo'q, boshqa odam bo'lsa kerak. Shunaqamikin? Yuzi o'xshab ketyapti-yu. Senpai rad etib animga o'xshagan tormoz yigit bilan uchrashmasa kerak. Yaramaslar. Mayxara haqida nimani ham bilardinglar o'zi. Hech qisi yo'q. Sen meni tushunasan. Eng muhimi mana shu. Yaxshigina ovqatlanib turganimizda rasvo qilishdi. Mayxara. Endi o'yin avtomatlariga boramiz. Kech bo'lib qolyapti. Bugunga yetadimi? Ha, yaxshi fikr. Lekin ketishdan oldin hojatxonaga kirib chiqay. G'alati tuyg'u. Asanagi bilan bundoq ko'chaga chiqaman deb hech ham o'ylamagandim. O'sha payt hayajonimni yengib gapirganim yaxshilikka bo'ldi shekilli. Ya, Mayxara-kun. Bilgandim, bu rostlanam sansan, Mayxara-kun.